Siz qabul qilayotgan doimiy og'riq qoldiruvchi dorilar sizning oshqozon yara kasalligingizga sababchi bo'ladi. Keling, biokimiyaga nazar tashlaymiz. Misol uchun sizni bel grijasi azoblayapti va siz og'riq qoldirish maqsadida diklofenak va shunga o'xshash dorilarni qabul qildingiz. Siz o'ylaysizki, bu dorilar sizni davolaydi. Yo'q, unday emas. Siz faqatgina uyingiz yonayotganligi haqida xabar beruvchi signalizatsiyani o'chirdingiz xolos. Lekin uyingiz yonishda davom etmoqda. Dorilarni qabul qilganingizdan 20 minutdan so'ng u qoningizda paydo bo'ladi. U sizni kasalligingizning sababini bartaraf qilmaydi. U og'riq va yallig'lanish chaqiruvchi prostaglandin fermentini ishlab chiqarishni bloklaydi xolos. Og'riq yo'qoladi, lekin kattagina muammoga sababchi bo'ladi. Sababi aynan o'sha prostaglandin sizning oshqozoningiz shilliq qavatini kun davomida himoya qiladi. Prostaglandin bloklangandan so'ng kislotali oshqozon shirasi oshqozon devorlarini yemiradi va oshqozon yara kasalligiga sababchi bo'ladi. Shuni biling, siz dorilarni shifokor nazoratida, shifokor retsepti orqali qabul qiling.